Shu bolakayga kimdir qo'l ko'tarsa, darhol o'sha odamni yoqasidan olardingiz. To'g'rimi? Agarda shu bola ulg'ayib 80 million odamni hayotiga zomin bo'ladi desamchi, fikringizni o'zgartirgan bo'larmidingiz? Hozir izohlarda yozib qoldiring. Menga bu narsa juda ham qiziq. Bu o'sha Gitler. Faqat hozircha begunoh va chaqaloq. Bir necha kun avval men Telegram sahifamda chaqaloq Gitlerni o'ldirgan bo'larmidingiz yoki yo'q degan ko'rinishdagi so'rovnomani o'tkazdim. Ko'pchilik unda yo'q degan javobni berdi. Agarda bu savolimga siz ham yo'q deb javob bergan bo'lsangiz, sizni tabriklayman, chunki siz hozir bir begunoh bolani o'limdan saqlab qoldingiz. Lekin qanaqa qilib? Agar siz o'tmishga qaytib, Gitlerni Ikkinchi jahon urushi boshlanmasdan oldin o'ldirganingizda 80 million odam tirik qolardi. Ular yana bundan-da ko'proq nasl qoldirishardi. Dunyo Adolf Gitler haqida hech narsani eshitmas edi. Tarix kitoblariga uning nomi yozilmasdi. Siz hech qachon Adolf Gitler kim ekanligini bilmasdingiz. Vaqt mashinasi qurilganda esa o'tmishga qaytib Adolf ismli qandaydir nemis bolakayini yo'q qilish fikri sizda hech qachon uyg'onmasdi. Unda kim kelajakdan kelib turib Gitlerni o'ldirgan? Paradoks. Ana endi ushbu suratga e'tibor bering. Bu foto Birinchi jahon urushi askarlari orasidan Ikkinchi jahon urushini boshlagan insonni toping deb nomlanadi. U odam o'sha paytlarda ham mo'ylov qo'yib yurgan. Otni qashqasida yaxshi tanigan bo'lsangiz kerak. 1914-yilda urush boshlanishi bilanoq Adolf Gitler birinchilardan bo'lib askar sifatida urushga qatnashishga rozilik bildiradi. Va oradan bir necha soatlar o'tib u Bavariya polkiga qo'shilish imkoniyati borligi e'lon qilinadi. Birinchi jahon urushi 20 milliondan ortiq odamni hayotini olib ketdi deymiz, ammo qurbonlarning soni shu odam bilan atigi bitta oshganida kim biladi? Balki 20 yildan keyin yana 70-80 million odam halok bo'lmas. Savollar juda ham ko'p, ammo javoblar juda ham kam. Lekin bir narsa aniq, sizga tarixiy mavzular juda ham yoqadi. Bo'lmasa sahifamizdagi pul qanday paydo bo'lgan, tarixiy yolg'onlar kabi mavzularni buncha ko'p tomosha qilmagan bo'lardingiz. Biz bo'lsa sizga yoqqan mavzularni olib chiqishda davom etamiz. Tarix bo'lsa tarix. Siz esa hozir quyidagi narsalarni bilib olasiz. Aynan kim bir vaqtning o'zida omadli va omadsiz jahon urushiga borganingizda omon qolish imkoniyatingiz bo'larmidi? Birinchi jahon urushi boshlanishiga nima sabab bo'lgan va unga oddiy sendvichning nima aloqasi bor? Fransuzlar qanday qilib nemislarni frontda mazax qilishgan? Ikkinchi jahon urushi qanday boshlangan? Nima uchun Gitlerning mo'ylovi mana shunaqa edi va nima uchun Adolf Gitlerning asl familiyasini siz bilmaysiz? Videoga like tugmachasini bosib, sahifamizga hoziroq obuna bo'lib, yaxshilab joylashib olamiz va tarixga birgalikda sho'ng'iymiz. Ketdik. Tasavvur qiling, siz Ikkinchi jahon urushi generalisiz. Qo'l ostingizdagi samolyotlar esa qanotli va korpus bo'ylab o'qlar bilan zo'rg'a omon qolib qaytib uchib kelishdi. Sizning eng asosiy vazifangiz bo'lsa, samolyotda shikastlangan joylarni ta'mirlab, ularni qayta urushga yuborish. Bunaqa paytda siz samolyotlaringizni aynan o'q yegan joylarini ta'mirlaysiz, to'g'rimi? Agar shunaqa qiladigan bo'lsangiz, barcha samolyotlaringizni halokatga mahkum qilasiz va urushda yutqizasiz. Chunki siz oddiy matematikani bilmaysiz. 1943-yil AQSh harbiy havo kuchlari xuddi shu muammoga duch kelgan. Generallar urushdan qaytgan yuzlab samolyotlarni tekshirib, o'q tekkan joylar bo'yicha tadqiqot o'tkazib, qanotlarni zirhlash bo'yicha buyruq berishadi. Shunda Abraham Wald ismli matematik generallarni to'xtatib, tarixni o'zgartirib yuborgan bitta gap aytadi. Janoblar, siz mutlaqo teskari ish qilyapsiz. Aynan o'q tegmagan joylarni, motor va uchuvchi o'tiradigan kabinani zirhlash shart. Chunki o'sha paytda generallar bazaga sog'-salomat qaytgan askarlar va ularning samolyotlarini ko'rishgan edi. Samolyotlarning qanotlari o'q bilan shikastlangan ersa-da, lekin ular uchishga muvaffaq bo'lishgan. Demak, o'sha joylar halokatli emas edi. Ammo motoriga o'q tekkan samolyotlar allaqachon okean tubida yotardi. Ularni bironta general ko'ra olmaydi. Aynan mana shu gap ilm-fan hamda falsafa olamida keskin burilish yasadi. Chunki biz insonlar aynan muvaffaqiyatga erishgan insonlarni ko'ramiz xolos, lekin uning ortida turgan muvaffaqiyatsiz armiyani shunchaki unutib qo'yamiz. Aynan mana shu oddiy matematik mantiq urushda juda ham ko'plab harbiylarning hayotini saqlab qolgan. Matematika orqali siz ham ko'p narsani o'zingiz uchun kashf qilishingiz mumkin. Chunki aynan shu fan ortidan siz ma'lum bir narsani ikkinchi tomondan ko'rishga o'rganasiz. Bu yo'nalishni esa albatta aniq va ijtimoiy fanlar universitetida o'rganishingiz mumkin.
aniq va ijtimoiy fanlar, ya'ni AIFU matematikaga ixtisoslashgan. Lekin tarix, iqtisod va filologiya yo'nalishlari ham bor. Universitet allaqachon xalqaro darajaga chiqib bo'lgan va unda Filippin, Turkiya va Markaziy Osiyodan juda ham ko'plab talabalar tahsil olishadi. O'tgan yildan boshlab esa Hindiston, Pokiston hamda Afrika mamlakatlaridan ham talabalar kelib qo'shilgan. Yana bitta alohida va e'tiborga arzigulik fakt: universitet diplomi xalqaro darajada tan olinadi. Ya'ni ta'limning bir qismini O'zbekistonda, keyingi 3 yilini esa kontrakt narxini o'zgartirmasdan Xitoy, Turkiya, Yaponiya, Koreya, Malayziya kabi davlatlarda davom ettirish imkoniyatiga egasiz. Masalan, O'zbekistonda AIFUda 1 yil, keyin esa Xitoyning top universitetlaridan ikkitasida 3 yil davomida tahsil olasiz. Kontrakt narxingiz ham o'zgarmaydi, lekin sizda 3 ta xalqaro diplom bo'ladi. Agarda sizda IELTS, SAT va Xitoy tilidan sertifikat bo'lsa va undan tashqari alohida yutuqlaringiz bo'lsa ham 25, 50, 100% gacha grantlarni olishingiz mumkin. Umumiy hisobda 260 ta grant beradigan universitetda siz eng kuchlilar bilan birga tahsil olasiz. Sababi bu yerda kirish balli 70 bo'lib, chindan ham bilimi bor bo'lgan insonlarni o'z safiga qo'shadi. Grant berish orqali esa eng kuchlilarni bir joyga jamlashadi. Ya'ni o'qisangiz shunaqa kuchli joyda kuchlilar bilan o'qiganingiz yaxshi. Men bo'lsa sizga doimgidek yaxshisini ulashdim. Tanlov o'zingizdan. Kuchlilar qatorida bo'lasizmi yoki Hammaga salom. Bu Abdullajon. Ko'rsatuv avvalida bitta savol. Dunyodagi eng omadli va bir vaqtning o'zida eng omadsiz inson kim deb o'ylaysiz? Yo'q. Bu sizning do'stlaringiz emas, chunki ularni bu dunyoda mavjudligini o'zi bitta alohida yaxshigina mavzu. Tabriklayman, bu siz ham emassiz. Dunyodagi eng omadli va bir vaqtda o'zida eng omadsiz shaxs bu yaponiyalik Tsutomu Yamaguchi. Bu yapon muhandisi avval Hirosimada atom bombasi portlaganda omon qoladi. Keyin uyiga qaytadi. Uyga qaytgach bo'lsa, ikkinchi atom bombasi aynan u yashayotgan Nagasaki shahriga tashlanadi va u yana omon qoladi. Ya'ni bitta odamning o'zi bitta mamlakatga tashlangan ikkita atom bombasidan omon qolgan. Bilmadim, buning uchun qanaqa omadli shaxs bo'lish kerak. Aka, bu omadlari bilan O'zbekistonda yashaganliklarda bormi? Hamma omadlarini 2 milliondan chiqadigan lotereyalarda ishlatib o'rgan bo'lardilar. Keling, omadli tasodiflar haqidagi mavzuni chetga surib, sizga aniq bitta savol yo'llayman. Xo'sh, agarda siz ikkita jahon urushidan bittasida qatnashganingizda, omon qolish imkoniyatingiz qanchalik baland bo'ladi? Darhol xayolingizga 60 ga 40, 50 ga 50, chunki men shu stri odamman degan variantlarga o'tgandir. Lekin keling, savolimizga aniqroq javob berishingiz uchun sizga haqiqiy urush qanaqa bo'lishini ko'rsatib beraman. Bu urush nomini eshitmagan odam zoti bo'lmasa kerak. Nafaqat dunyo tarixini, balki insonlarning hayotini butunlay o'zgartirib yuborgan bu vahshiy urush 20 milliondan oshiq odam hayotini o'zi bilan olib ketgan. Aytsam ishonmaysiz, lekin aynan mana shu Birinchi jahon urushi boshlanishiga sabab oddiygina buterbrod, ya'ni sendvich sabab bo'lgan. Sendvich, Karl. Sendvich. Umuman olganda, bu urushning barcha asosiy qatnashchilari urushga 1900-yillardayoq tayyor bo'lib ulgurishgandi. Hamma tezroq urush boshlash uchun bahona qidirmoqda edi, chunki har bir davlatni bu urushdan ko'zlagan maqsadlari bo'lgan. Masalan, Fransiya 1871-yilda qo'ldan chiqargan konlarga boy Elzas hamda Lotarangiya shaharlarini Germaniyadan qaytarib olmoqchi edi. Germaniya bo'lsa, ko'proq koloniyalarga ega bo'lib olmoqchi bo'lgan, chunki ularga Britaniya sababli ko'p narsa tegmay qolgandi. Rossiya ma'lum bir hududlar, ya'ni Sharqiy Germaniya va muqaddas Konstantinopolni egallashni ko'zlab qo'ygan edi. O'sha davrlarda Britaniyaning ishlari ancha yaxshi edi. Dunyoning 3/1 qismini bosib olgan mamlakat Yevropada o'zining hukmronligini yanada kuchaytirish uchun qo'shimcha urush g'oyasiga qarshi emas edi. Va nihoyat 1914-yil iyun oyida urush boshlashga bahona topildi. 1914-yil 28-iyunda Avstriya-Vengriya ertshersogi taxt vorisi Franz Ferdinand va uning rafiqasi Sofiya Sarayevo shahriga rasmiy tashrif bilan kelishadi. Shahar ko'chalarida 6 ta mashinadan iborat kortejda ularni kutib olishga yig'ilgan olomon orasidan o'tib borishardi. Ana shu olomon ichidan bitta odam chiqib esa, to'g'ri Erzgersk o'tirgan mashina tomon bomba uloqtiradi. Tasodif tufayli granata uning mashinasidan o'tib, ulardan keyingi avtomobilni portlatadi. Bir necha ofitserlar jarohat oladi.
Xavfsiz joyga yetib borgan Frans Ferdinand tezroq shaharni tark etish o'rniga shifoxonaga borib, ofitserlarni holidan xabar olib kelmoqchi bo'ladi. Yo'lga otlanganida esa haydovchi adashib boshqa ko'chaga kirib ketadi. Xatosini anglagan haydovchi shoshmasdan mashinani orqaga aylantirib olayotgan edi. Bu orada esa haligi qotil muvaffaqiyatsiz kundan siqilib, kafega borib, buterbrod yeb o'tirgan bir paytda ne ko'z bilan qarasinki, Gersik o'tirgan mashina uning shundoqqina yonginasida shoshmasdan razvorot qilmoqda. Bu safar vaziyatni qo'ldan chiqarishni xohlamagan qotil shartta cho'ntagidan pistoletni chiqarib, Gersikni ham, uning ayolini ham otib o'ldiradi. Va hammasi shu lahzadan boshlanadi. Avstriya Vengriya qotillikda Serbiyani qo'li bor deb unga urush e'lon qiladi. Bundan Rossiya norozi bo'lib, o'z qo'shinini yig'a boshlaydi. Germaniya Rossiyadan jahli chiqib unga urush e'lon qiladi. Bu esa Fransiyaga yoqmaydi va u Germaniyaga urush e'lon qiladi. Bu voqealarning barchasi atigi 3 kun ichida sodir bo'lib ketadi. Germaniya Fransiyaga qo'shinini Belgiya hududidan kirgizadi. Belgiya o'shanda xalqaro darajada tan olingan neytral davlat edi. Bu holat Britaniyaga yoqib tushmaydi va Germaniya Belgiya neytralligini buzganligi uchun Britaniya mamlakati urushga qo'shiladi. Shu tariqa Antanta, Britaniya, Fransiya, Rossiya va Uchlar ittifoqi o'rtasida urush vujudga keladi. Ozgina ikkilanishlardan keyin Usmoniylar imperiyasi ham Uchlar ittifoqini qo'llashga qaror qiladi. Usmoniylar bir yo'la 3 ta frontda Misr, Suvaysh kanali, Kavkaz hamda Quvaytda urush olib boradi. Bu orada 1915-yilda Yaponiya ham urushga qo'shiladi. Ularning maqsadi Xitoy hamda Tinch okeani atrofidagi orollarning mustamlakasini qo'lga kiritish bo'lgan. Italiya esa o'zi Uchlar ittifoqida bo'la turib, urush boshlanganda neytralitet e'lon qilgani yetmagandek, 1915-yilda Antanta bilan shartnoma tuzib, sobiq ittifoqdoshi Avstriya Vengriyaga urush e'lon qildi. Okean ortida esa Amerika Qo'shma Shtatlari vaziyatni tinchgina kuzatib, urushga aralashmasdan asosan Antantaga qurol-yarog' sotib, qo'pol qilib aytganda, soqqa qilish bilan band edi. Lekin 1917-yilda bu holatdan xavotirga tushgan Germaniya Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'shnisi Meksikaga AQShga qarshi urush boshlash taklifi bilan xat yuboradi. Ammo bu xat yo'llanayotgan bir paytda britaniyaliklar uni bilib qolishadi va Amerika Qo'shma Shtatlariga fakt qilib ko'rsatishadi. Ana shundan keyin AQSh ham rasman urushga qo'shiladi. Umuman, ko'p davlatlar birin-ketin Uchlar ittifoqiga urush e'lon qiladi. Umumiy hisobda o'sha davrda dunyoda mavjud bo'lgan 59 ta davlatlarning 38 tasi Birinchi jahon urushida ishtirok etgan. Endi esa osmondan birozgina pastga tushib, oddiy odamlar va askarlar haqida gaplashsak. Garchi Birinchi jahon urushiga davlatlar ancha oldindan tayyorlanib qo'ygan bo'lsa-da, lekin ularning deyarli barchasi eskicha fikrlab, eskicha strategiyadan foydalanmoqchi bo'lgan. Masalan, fransuzlar boshida jangga klassik ko'k kamzul va qizil ishtonda kirishishgan. Raqiblar esa ularni bunday yorqin kiyimlarda tez ilg'ab, qirib tashlashgan. Fransiya terma jamoasining mashg'ulotlarga qanday kelishini ko'rgansiz-ku. Afsuski, bunday uslub faqatgina tinchlikda qo'l keladi xolos. Notinch zamonlarda bu faqat va faqat minusga ishlagan. Hech kim urush bu darajada bo'lishini kutmagan edi. Ikkala tomon ham atigi 2 haftada g'alaba qozonamiz deb o'ylagan. Ammo afsuski unday bo'lmadi. Askarlar ham, undan keyin oziq-ovqatlar ham borgan sari tugashni boshladi. Bu holatdan yaxshigina qiynalgan Germaniya oxir-oqibat jiddiy tarzda g'alabaga kirishishni maqsad qildi. Germaniya birinchi marta olov purkovchi ognemyotlar, zaharli kimyoviy qurollar va insoniyat tarixida birinchi marta osmonda jang qilishni o'ylab topgan. Ular dirijablda Fransiya va Angliya shaharlariga bombalar tashladi. Natijada millionlab tinch aholi halok bo'ladi. Aynan ushbu urushda Angliya insoniyat tarixidagi birinchi tanklarni ishlatgan. Ammo lekin biroq bu tanklar hozirgi darajada dahshatli emasdi. Bu tanklar sekin yurgan, tez buzilgan va uni ichi dahshatli darajada issiq edi. Tanklardagi bu minuslar ko'pchilikning kulgisiga sabab bo'lgan. Lekin aynan u millionlab insonlar taqdirini hal qilgan. Germaniya suv osti kemalari yuzlab harbiy va savdo kemalarini cho'ktirib yuboradi. Ularning orasida o'sha ulkan va mashhur Lusitaniya kemasi va uning ichidagi qariyb 1200 ta tinch fuqarolar ham bor edi. Titanik kemasini o'zi va cho'kkani haqida hikoyalarni albatta siz yaxshi bilasiz. Lekin Germaniya tomonidan cho'ktirilgan va ichida 1000 dan ortiq inson halok bo'lgan kema ham alohida bitta mavzu hisoblanadi. Bu ikki cho'kkan kemani bir-biridan farqi shundaki, Titanik tabiatga mag'lub bo'lgan, Lusitaniya esa insonlarni o'ziga. Bu voqea butun dunyoni larzaga soladi, chunki urush maydonidan minglab kilometr uzoqda bo'lgan oddiy yo'lovchilar ham endi urush qurboniga
aylana boshlagandi. Ko'pchilik tarixchilar aynan Lusitaniya kemasini cho'ktirilishi AQSh jamoatchilik fikrini Germaniyaga qarashini keskin o'zgartirgan degan fikrga kelgan. Bu urushda qiziqarli tomoni siyosatchilar matematikaga tayanganlar. Ya'ni kimning askari ko'proq bo'lsa, o'sha g'olib bo'ladi. Yanada sodda va qo'pol qilib tushuntirganda, askarlarga shunchaki hududlarni egallab olish vositasi sifatida qaralgan. Bu urushlarning eng katta muammolaridan biri rahbarlar xato qiladi, oddiy odamlar esa buni narxini to'laydi. Urushni boshlash uchun bitta buyruq kifoya, ammo uning oqibatlarini millionlab oddiy insonlar ko'taradi. Askarlar ham ba'zi holatlarda nima uchun kurashayotganini o'zlari ham bilishmagan. Shunchaki buyruqqa bo'ysunishgan xolos. Lekin ular ham ahmoq emas. 1917-yilda holdan toygan fransuz askarlari bosh ko'tarishadi. Buyruqlar bajarilmaydi, mashina va poyezdlar egallab olinib, Parijga ketib qolishadi. 20 mingdan ortiq askar dezertlik qiladi. Butun Fransiyada namoyishlar va qo'zg'olonlar boshlanadi. Umuman olganda, nemis askarlari ham shunchaki o'zini xohishi bilan odamlarni o'ldirmagan. Ular ham shunchaki buyruqni bajargan xolos. Ayniqsa 1914-yil Rojdestvo kunida bo'lib o'tgan voqea yaqqol bu gapimga isbot bo'la oladi. Birinchi jahon urushining eng dahshatli narsasi yangi hali dunyo ko'rmagan texnikasi emas, balki pozitsion jang edi. Bunda ikkita taraf o'z chegaralarida okoplar qazib olishar yoki transheyalar qurib olardi. Ularning o'rtasini esa katta neytral hudud ajratib turgan. Tomonlarning vazifasi esa mana shu neytral hududni bosib o'tib, dushmanni yo'q qilish edi. Bu ishlarda ularga transheyalar, bunkerlarga o'xshagan inshootlar yordam bergan. Askarlar u orqali dushman tomon artilleriyasi zarbalaridan himoyalangan va yashab turish uchun foydalanishgan. Shu transheyalarda qachon dushman bombasi ularni parchalab yuborishini kutib, vahima va doimiy stressdan adoyi tomon bo'lishgan. Bu transheyalarda yashash sharoitiga imkoniyat deyarli 0 darajada edi. Shu sababli ham insonlarda turli xil kasalliklar paydo bo'lgan, atrof muhitni esa kalamushlar bosib ketgan edi. Undan tashqari, murdalarni ko'mishni shunchaki iloji yo'q edi. Vafot etgan insonlar shunchaki askarlar bilan bir joyda yotishardi. Tasavvur qilasizmi? Buni boshdan o'tkazgan askarlar esa bu joyni haqiqiy jahannam deb atashgan. Ba'zan qarama-qarshi tomondagi askarlar otishni to'xtatib, yaradorlarni olib chiqishga ruxsat bergan. Bunga sabab juda ham oddiy, chunki oddiy askarlarda insoniylik darajasi siyosatchilarnikiga qaraganda kuchliroq bo'lgan. Aynan shunday pozitsion urush paytida Yangi yil bayramiga yaqinlashganda barcha nemis askarlariga uylaridan sovg'alar kela boshlaydi. Askarlar bir zumga bosgan urushni unutib, uylaridan kelgan archa shoxlarini bezatib, qo'shiq kuylashardi. Narigi tomonda ham ingliz askarlari xuddi shunaqa xursandchilik qilishardi. Keyin esa ikkala tomon askarlari neytral hududga chiqib, qurollarini tashab, dushman tomondagi birodarlari bilan birgalikda Rojdestvo bayramini nishonlashardi. Ular shu darajada yaqin bo'lib ketishganki, hattoki o'z vatandoshlarini ko'mib, dafn marosimlarini ham birgalikda uyushtirishgan. Hatto dushman taraflar orasidagi bu mo'jizaviy va vaqtinchalik do'stlik shu darajada bo'lganki, ular bombardimon bo'lgan neytral hududda futbol o'ynashgan. Ana shu birgalikda futbol o'ynagan, dafn marosimlarini o'tkazgan, birgalikda Rojdestvo bayramini nishonlagan mana shu birodarlar oradan birozgina vaqt o'tib o'z transheyalariga qaytishgan va yana biroz o'tib bir-birlarini o'ldirishgan. Qolaversa, barchamizga ma'lum bo'lgan 1-aprel xalqaro hazil va mutoyiba kunini fransuzlar nemislarga atab ajoyib tarzda nishonlab berishgan. Buni o'zi alohida bitta mavzu. Fransuz hazillari haqida tarixdagi eng kulgili voqea 1915-yil Birinchi jahon urushi davrida sodir bo'ldi. O'shanda fransuzlar nemis harbiy bazasiga bomba otib tashlashadi. Nemislar har tomonga qochishadi, lekin nimagadir bombalar umuman portlamaydi. Kelib tekshirib ko'rilsa, u yerga bomba o'rniga 1-aprel bilan yozuvi yozilgan kichik to'plar tashlangan bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, biz erkaklar shunday bir ajoyib mavjudotmizki, boshimizga kulfat tushib turgan bo'lsa-da, biron kishining ustidan izdivatsiya qilmasak bo'lmaydi. Xullas, sarhisob qiladigan bo'lsak, Birinchi jahon urushida Antanta g'alaba qozongan bo'lsa-da, bu shunchaki nominal g'oliblik bo'lgan. Aslida bu urushda ikkala taraf ham faqat va faqat yutqazgan. G'olib davlatlar ham juda ko'p narsa yo'qotishgan. Urush avvaliga romantizatsiya qilinib, millionlab yoshlar uni bayramdek kutib olishgan. Va ana shu yoshlar Rojdestvogacha uyga qaytamiz deb o'ylashgan. Ammo adashgan edi. 1914-yilda ko'pchilik urushni sarguzasht deb o'ylagan edi. Oradan bir necha oy o'tib esa Yevropa tarixidagi eng katta qabristonga aylandi. Afsuski, Birinchi jahon urushining eng oxirgi kuni, hattoki eng oxirgi soniyalarda ham odamlar o'lgan.
Eng dahshatlisi, sulh kuchga kirishiga bir necha daqiqalar qolgan bo'lsa-da, o'zaro urushlar, otishmalar davom etardi. Nega deysizmi? Tasavvur qiling, urushning so'nggi daqiqalari, otishmalar yuqorida aytganimdek davom etmoqda. Ammo sizda urushning so'nggi qurboni sifatida tarix kitoblariga kirish imkoniyati bor. Qaysi birini tanlardingiz? Urushdan keyin ayrim Yevropa qishloqlarida yosh erkaklar deyarli qolmagan. Ba'zi ko'chalarda har ikkinchi uy motamga botgan. Chunki yosh erkaklarni yarmi urushdan qaytmasligi aniq edi. Birinchi jahon urushi natijasida esa Rossiya, Usmoniylar, Germaniya, Avstriya va Vengriya imperiyalari quladi. Ba'zi urushlarda shaharlar yo'qoladi. Birinchi jahon urushida esa butun imperiyalar tarixga aylandi. Xaritalardan nomlari yo'qoldi. Urush xarajatlari uchun umumiy hisobda taxminan 208 milliard dollar xarajat qilindi. Bu o'sha davrda butun Yevropa oltin zaxirasi qiymatidan 12 barobar ko'proq edi. Yevropa xalqlari qo'shimcha tarzda milliy boyliklarini 3dan biridan ayrildi. 10 million 66 ming 671 ta askar, 11 million 440 ming 310 ta tinch aholi halok bo'ldi. 18 million 347 ming 425 ta askar yaralandi yoki mayib, majruh bo'ldi. 8 million 569 ming 849 ta askar asirga tushdi. Butun boshli bir avlod ma'nan nogironga aylandi. Birinchi jahon urushi shunchaki kitoblarda qolib ketmadi. U bugungi zamonaviy dunyoning haqiqiy poydevorini yaratgan. Birinchi jahon urushi paytida otilgan ilk o'q aks sadosi haligacha eshitiladi. 1918-yilda Birinchi jahon urushi tugagandan keyin juda ham ko'p sonli insonlar urush tugadi, endi hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylashgan. Ammo oradan 21 yil o'tib, hammasi qaytadan boshlanadi. Qisqa qilib aytganda, insoniyat o'z tarixidagi eng dahshatli urushdan ham yetarlicha xulosa chiqara olmagan. Eng achinarlisi, millionlab qurbonlar hammasi bekorga ketdi. Insoniyat katta saboq chiqargan bo'lsa ham, ba'zi siyosatchilar bu dahshatni unutishdi. 21 yildan keyin aynan urushga yaroqli avlod yana tayyor bo'lishi bilanoq ular yana urush boshladilar. Uning nomi Ikkinchi jahon urushi. Stop Abdullajon, to'xta. Shuncha ma'lumotni qayerdan olding? Qayerdan xuddi shunaqa ma'lumotlarni topsa bo'ladi degan savol sizni ham qiynayaptimi? Unda yaxshilab o'rganib oling. Hozir bitta narsani tushuntirib beraman. Gap shundaki, siz tanigan ilmiy ommabop kontent tayyorlaydigan blogerlar yoki ingliz tilini yaxshi bilishadi yoki siz bilmaydigan ma'lumotlarni ingliz tilidagi platformalardan qidirishadi. Menda ham xuddi shunaqa. Men ingliz tilim yaxshi emas va shu sababli ham o'zim topgan ma'lumotlarni o'zimga qulay bo'lgan tilga o'girish uchun har xil platforma yoki turli ilovalardan foydalanaman. Xuddi shunaqa platforma va ilovalarni qidirish jarayonida men nafaqat ingliz tili, balki boshqa tillarni ham bepul o'zbek tilida o'rgatadigan zo'r platformani topib oldim. Uning nomi Ibrat farzandlari. Platformada bepul onlayn ta'lim olish, interaktiv darslarda qatnashish va albatta zamon talabiga mos ravishda sun'iy intellekt yordamida o'zingiz xohlagan tilni o'rganishingiz mumkin. Platformada o'zbek, yapon, italyan, xitoy, fransuz, nemis, yana nimalar bor edi? Buncha ko'p bo'la. O'zbek, hind, yapon, italyan, xitoy, fransuz, nemis, ispan, arab, koreys, turk, rus va albatta ingliz tillarini bemalol o'rganishingiz mumkin. Wow! Platformada 2,5 milliondan ortiq inson tahsil olgan va ulardan 2 milliondan ortig'i maxsus sertifikat bilan taqdirlangan. Lekin bitta narsani tan olish kerak. Bu platforma ishlayotganingiz sari pullik bo'lib qoladi. Lekin uni oylik to'lovi bor yo'g'i 1 kunlik tushlik puliga to'g'ri keladi. Ilova havolasini esa video ostida qoldiraman. Mana endi rasman til o'rganish uchun hech qanaqa bahonangiz qolmadi. Foydalanamiz. Kelajagini o'zgartira olgan voqealar qatoriga Ikkinchi jahon urushi kirishi aniq. Ha, birinchisi emas. Aynan ikkinchisi. Birinchi jahon urushidan keyin dunyoda deyarli hech narsa o'zgarmagan deb aytish mumkin. Aksincha, bu urush o'zidan keyin ko'ngli to'lmagan avlodni qoldirib ketgan. Birinchi jahon urushining tugashi butun dunyoda yangi muvozanatsizlikni yaratgan. Ayniqsa, urushda mag'lub bo'lgan davlatlarda revanshizm kayfiyatini kuchaytirgan. Ikkinchi jahon urushi insoniyat tarixidagi eng yirik qurolli mojaro. Har xil manbalarda kelishicha 60 milliondan 80 milliongacha odam halok bo'lgan. Bu degani 6 yil davomida har kuni 30 mingtadan inson halok bo'lgan. Buni agar Birinchi jahon urushi bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bu haqiqiy chinakamiga jahon urushi edi. O'sha davrda mavjud bo'lgan 73 ta davlatdan 62 tasi bu urushda ishtirok etgan. Jang harakatlari 4 ta mintaqada: Yevropa,
Osiyo, Afrika va okeanida olib borilgan. Dunyoning 4 ta okeanlarida ham turli davlatlar flotlari orasida janglar bo'lib o'tgan. Shu bilan birga bu jahon urushida yadro quroli ham qo'llanilgani alohida ajralib turadi. Hozir esa ana shu jahon urushi sabablari, uni qanday qilib paydo bo'lgani va mana shu urushning sababchisi bo'lgan Adolf Hitler qanday qilib mana shu lavozimga kelib qolgani haqida gaplashamiz. Ko'rsatuvning ikkinchi qismi. Ketdik. Birinchi jahon urushidagi mag'lubiyatdan keyin Germaniya muammolar girdobida qoladi. 1918-yil urush yakunlanganidan keyin qatnashchi davlatlar tomonidan imzolangan Versal shartnomasi tuziladi. Unga ko'ra Germaniya bosib bo'lgan Fransiya hududlarini qaytarishi, koloniyalardan voz kechishi, harbiy aviatsiyasini to'xtatishi va armiyasi sonini 100 ming kishidan oshirmasligi kerak edi. Va undan tashqari 800 milliard dollar kompensatsiya puli to'lash kerak edi. Versal shartnomasidan keyin Fransiya tomonidan tortib olingan Rur viloyati uchun passiv qarshilik harakatlari bo'lgan. Tasavvur qilasizmi? O'zi birinchi jahon urushida mag'lub bo'lib, yanchib tashlangan nemislar oxir-oqibat o'z davlati hududidagi oddiy ko'mir konidan ham foydalana olmas edi. Jarimadan to'layman deb oldiga maqsad qo'ygan Germaniya oxir-oqibat nochor davlatga aylanib qoladi va pul bosish hajmini keskin oshiradi va bu albatta inflyatsiyaga olib keladi. O'sha davrlarda masalan bitta tramvay bileti 15 milliard marka, bitta non esa 200 milliard markaga teng bo'ladi. Dollar kursi o'sha davrga ko'ra 4.2 trillion markaga to'g'ri keladi. Siz esa O'zbekistonda dollar har kuni oshyapti deb nolib qo'yasiz. Butun Yevropa nemislardan nafratlanadi. Ba'zilarni hatto odam o'rnida ko'rishmagan. Xullas, nemislar butun olamdan ajralib qoladi. Albatta bundan bironta nemis ham xursand bo'lmagan. Ayniqsa vatanparvar Adolf Hitler. Aynan shuning uchun uni ruhlantiruvchi nutqlari xorlangan xalqni boshqalardan qasos olish yo'lida birlashtira olgan. Hitler hokimiyatga kelishi bilan armiyani kengaytira boshladi. Harbiy aviatsiyani yana tikladi va qo'shinlarni Fransiya chegarasi hududiga joylashtirdi. Bu bilan u Versal shartnomasini deyarli barcha bandlarini buzdi va barcha davlatlar nima uchundir bunga ko'z yumdi. Nima uchun ekan? Oradan qisqa vaqt o'tib, Germaniya, Avstriya va Chexoslovakiyani osonlik bilan egallab oldi. Bundan oxiri boshqa davlatlar tashvishga tushishi boshladi va agar Hitler Polshaga bostirib kirsa, ular urush e'lon qilish haqida ogohlantirishdi. Keyin esa Germaniya bo'lajak urushda ikkita frontda harakat qilmasligini anglatish uchun SSSR bilan birgalikda o'zaro hujum uyushtirmaslikka kelishib olishadi. Bu kelishuv orasida maxfiy ravishda Polsha davlatini o'zaro bo'lishib olish borasida ham kelishuv amalga oshirilgan. 1939-yilda Germaniya Polshaga qarshi hujumga tayyorlana boshlaydi. 23-avgustda Moskvada SSSR bilan tuzilgan mashhur Molotov-Ribbentrop pakti va unga yashirin qo'shimchalar Yevropada hududlarni bo'lib olishga zamin yaratadi. Ha, SSSR ham o'sha paytda Germaniyadan umuman qolishmagan. 1941-yil Germaniya o'zaro shartnomani buzib, ularga urush e'lon qilgunigacha SSSR Polshani yarmini, Finlandiyaning bir qismini, Bolqon bo'yi davlatlarini va Ruminiyani bir qismini bosib oladi. 1939-yil 1-sentyabrda Germaniya qo'shinlari Polsha chegarasini buzib o'tishadi. Oradan 17 kun o'tib esa Sovet qo'shinlari ham xuddi shu ishni amalga oshiradi. Qisqa muddat ichida Polsha ikki davlat tomonidan bo'lib olinadi va urushga rasman Fransiya va Angliya qo'shilganini e'lon qiladi. Lekin oxir-oqibat harakatsiz qolishadi. Shu tariqa insoniyat tarixidagi eng katta qonli to'qnashuv Ikkinchi jahon urushiga start beriladi. Polsha kompaniyasiga Germaniya yangi Blitzkrieg taktikasini qo'llaydi va bu ularni harbiy ustunligini yana bitta mustahkamlagan. Polsha armiyasi esa tartibsizlik, qo'mondonlarning qochishi va moddiy jihatdan yetishmovchilik sabab qulagan. Oqibatda 100 minglab polyaklar halok bo'ladi va asirga olinadi. Germaniyaga birinchi jahon urushida bo'lgani kabi Italiya hamda yaponlar hamrohlik qilishadi. Ular o'zlarini o'q nomli guruh deb atashadi. 1941-yilda esa Yaponiya AQShning Pearl Harbor portiga ogohlantirishlarsiz hujum qilishi natijasida urushga AQSh ham qo'shiladi. Bu voqeani o'zi alohida bitta mavzu va uni qisqa tarzda Telegram kanalimda qoldiraman. Hozir o'tib, o'qib chiqib, ajoyib mavzuni bilib olishingiz mumkin. Lekin bizning mavzuyimizda u yog'iga faqat va faqat olov. Polshadan keyin Germaniya qisqa vaqt ichida Daniya, Norvegiya, Fransiya, Niderlandiya, Yugoslaviya va Gretsiyani ham bosib oladi. Britaniya bir muddat yolg'iz qoladi. Lekin Germaniyaning SSSRga hujumi va AQShning urushga qo'shilishi anti-Gitlerchilik koalitsiyasini shakllantiradi. 1945-yilda Germaniya va uning ittifoqchilari to'liq mag'lub etiladi. Yaponiya esa 1945-yil 2-sentyabrda taslim bo'ladi. Qisqa qilib aytganda shunaqa.
Siyosatni endi birozgina chetga surib, bitta shaxs bilan tanishish vaqti keldi. Bir 1889 yil 20 aprel Avstriya Vengriyaning Linz shahri yaqinida bojxonachi oilasida oddiy bir chaqaloq dunyoga keldi. Ha, nemis millatini ashaddiy himoyachisi aslida Germaniyada emas, balki Avstriya hududida dunyoga kelgan. Diqqat, Avstraliya emas, Avstriya. Kelajakda uni nima ishlar kutib turganini hech kim bilmas edi. Bolaning otasi Alois Gitler uchun u 4-farzand. Aloisning o'zidan ancha yosh 3-xotini Klara Gitler uchun ham u 4-farzand edi. Ammo Klarani Adolfdan oldingi hamma bolalari erta halok bo'lishgan. Shuning uchun Klara bu o'g'liga juda qattiq bog'lanib qoladi. Uni juda ehtiyot qiladi. Otasi Alois esa aksincha juda ham qattiq qo'l bo'lgan. Adolf birozgina ulg'aygandan keyin bo'lsa, otasi bilan kelishmovchilikka bora boshlagan. U juda ham diqqatli o'quvchi bo'lgan va maktab paytlarida a'lo baholarga o'qigani haqida turli xil ma'lumotlar bor. Umuman qisqa qilib aytganda bo'lsa, Adolf maktab paytlarida namunaviy bola bo'lgan. Sho'xliklari bo'lsa, ulg'aygani sari paydo bo'lgan. Sho'xliklarimish. Boquvchisiz qolgach, ko'chalarda chizgan rasmlarini sotib kun kechirgan Adolf bolalar uyida ham yashab ko'radi. Nemis millati dunyodagi eng oliy irqlardan biri ekanligi, yahudiylar esa eng past tabaqa millat ekanligi g'oyalari paydo bo'lishi aynan o'sha yillarga to'g'ri kelgan. Adolf Myunxenga ko'chib o'tgandan 1 yil o'tib, Birinchi jahon urushi boshlanadi. Unga urush bo'layotgani yoqib tushadi va u Bavariya qiroli Lyudvig III ga xat yozib, uni askarlar safiga qo'shishlarini so'raydi. Adolf urush vaqtini uning hayotidagi eng yaxshi damlar deb yozib qoldirgan. To'g'risi, bu gapdan men zarracha ham hayron qolmaganman. U urushda avvaliga oyog'idan jarohat oladi, keyin esa gazdan zaharlanib shifoxonaga tushib qoladi. Urush tugaydi, Versal shartnomasi imzolanadi va nemis millati qiyinchilikda qolib ketadi va bu esa Adolf Gitlerni alamzada holatga olib keladi. Gitler ushbu mag'lubiyatga kommunistlar hamda yahudiylar sababchi deb ishongan. Urushdan keyin mana shu partiyaga a'zo bo'lib, tez orada uni boshlig'iga aylanadi. Odamlar orasida bu partiya Nazi deb atalgan. Natsist so'zi shu so'zdan kelib chiqqan. Urushni esa Gitler Birinchi jahon urushidagi mag'lubiyatdan tiklanish va butun dunyoni bosib olib, nemis xalqini oliy xalqqa aylantirish maqsadida boshladi. Tan olish kerak, agarda u bir nechta harbiy va siyosiy xatolarga yo'l qo'ymaganida, uning armiyasi balki avvaliga butun Yevropani, keyin butun dunyoni bosib olishi mumkin edi. Ammo natsistlar boshlig'i urush taqdirini hal qilgan bir nechta xatolarga yo'l qo'ydi va tez orada dushman armiyasi Berlinga kirib keldi va Gitler 1945-yil 30-aprelda o'z joniga suiqasd qildi. Shunaqa. Lekin endi sizga boshqa savol bermoqchiman. Hech o'ylab ko'rganmisiz, nimaga Adolf Gitlerning mo'ylovi aynan shunaqa? Aslida uni mo'ylovi hammaniki kabi oddiy va qalin bo'lgan. Urush paytida mo'ylov, niqob, ya'ni protivagaz taqishga xalaqit bergani uchun uni biroz o'rgangan va to'rtburchak shakliga keltirgan. Xullas, uni biz tanigan holatga kelishiga asosiy sabab aynan urush holati edi. Undan tashqari, siz bu insonning ismini bir umr Adolf Gitler deb bilgansiz, ammo uni familiyasi hech qachon Gitler bo'lmagan, balki Schickel Gruber bo'lgan. Gap shundaki, uning otasining familiyasi to Gitler tug'ilgunga qadar Alois Schickel Gruber edi. Lekin aynan Adolf tug'ilishdan avval u o'z familiyasini Gitlerga o'zgartiradi. Qahramonimizning Adolf qanchalar vahshiy ishlarni boshlab turgan bo'lmasin, aslida multfilmlarning ishqibozi bo'lgan va Walt Disney kompaniyasi tomonidan tayyorlangan Oppog'oy multfilmini juda ham sevib tomosha qilgan. Va yana bitta qiziqarli fakt. Gitlerni xotirjam turib gapirgani, ya'ni motivatsion, baqirmasdan turib gapirganini hech eshitganmisiz? O'zingiz bunday tasavvur qilib ko'rsangiz, biz Gitlerni faqatgina shu motivatsion, ruhlantiruvchi ohangda gapirganini eshitganmiz. Gap shundaki, o'sha davrda nemis fashistlari boshlig'ining oddiy, norasmiy ohangda gapirganini yozib olish mumkin bo'lmagan. Ammo baribir bir dona yozuv saqlanib qolgan. Videoni tomosha qilishni xohlaganlar mana shu QR kod orqali o'tib uni ko'rishlari mumkin yoki video opisiyaniyasi ostida havolani qoldiraman. Obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Biz esa davom etamiz. Bu video bilan Gitlerni ulug'lash yoki oqlash niyatim yo'q. Shunchaki sizga yovuzlik qanday paydo bo'lish mumkinligini, hammaga qiziq bo'lgan Gitler namunasida qisqacha ko'rsatib o'tishga harakat qildim. Gitlerning qiyin bolaligi biz uni kechirishimizga hech qachon sabab bo'lmaydi. Uni qilmishlarini siz, biz, insoniyat hech qachon unutmaymiz. Qachonlardir kimdir menga aytgan edi. Tarixning eng dahshatli voqealari yovuz odamlar sabab emas, balki oddiy odamlar ularni vaqtida
to'xtata olmaganida sodir bo'ladi. Mustamlakachi davlatlarning sekin-asta o'z mustamlakalaridan ajralishi, 10 mingtaga yaqin vayron bo'lgan shahar va qishloqlar, 4 trillion dollar miqdorida dunyo iqtisodiyotiga zarar, 25 million halok bo'lgan askarlar, 30 million harbiy harakatlar sababli halok bo'lgan mahalliy tinch aholi, 28 million urush sababli kelib chiqqan ocharchilik va boshqa ofatlar qurbonlari. Mantiqan o'ylab qarasak, shuncha insonlar o'limiga birgina insonni g'oyasi sabab bo'lgan. Men sizga aytsam, urushdan farq qiladi. Masalan, birinchi mamlakat fuqarosining hayoti ikkinchi mamlakat fuqarosining hayotidan ustun ekanligi bu shunchaki absurd. Bunaqa gaplar hech qachon ishlamasligi kerak va haqiqatga aylanmasligi shart. Odatda Birinchi jahon urushi va undanda dahshatli sherigi Ikkinchi jahon urushi haqida ko'pchilikning xabari bo'lsa ham, lekin ular haqida ko'pchilik yetarlicha ma'lumotga ega emas. Mana shu ko'rsatuvimiz orqali bo'lsa, biz sizga tarix kitoblarida aytilmaydigan mayda detallarni aytib berishga harakat qildik. Buni albatta dars paytida ko'ring, foydali bo'ladi. Insoniyat rivojlanishi uchun urushlar kerak degan ahmoqona gapni ayrimlar ta'kidlashadi. Ba'zilar urushlarni taraqqiyotni harakatlantiruvchi kuchi sifatida ko'rsatishga urinadi. Ammo urushlarni haqiqiy narxiga baho beradigan bo'lsak, ana shu qo'sh tirnoq ichidagi taraqqiyot ko'plab, millionlab insonlarning hayotini evaziga rivojlanayotganini ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, urush har ikki tomondan ham katta yo'qotishlar talab qildi. Urushda hech qachon g'oliblar bo'lmaydi. Chunki g'oliblar ham katta yo'qotishlar, jarohatlarga uchraydi va hech narsa endi hech qachon avvalgidek bo'lmaydi. Ortimizda qolgan ikkita jahon urushi bizga bitta juda ham muhim saboqni berdi. Urushlar g'oliblarni emas, balki faqat va faqat qurbonlarni yaratadi. Millionlab insonlarning hayoti, vayron bo'lgan shaharlar, parchalangan oilalar va yo'qolgan avlodlar. Bularning barchasi urushning naqadar dahshatli oqibatlarga olib kelishini ko'rsatadi. Shu paytgacha bo'lib o'tgan urushlar ham o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagan. Turli xatolar, noto'g'ri qarorlar va turli xil mojarolarni to'xtatilmasligi oqibatida biz bilgan va bilmagan urushlar bo'lib o'tgan. Aynan shu sababli ham tarixni bilish juda ham muhim deb o'ylayman. Chunki tarixni o'rgangan holda, bo'lib o'tgan voqealarni o'rganib, anglagan holatda biz nimadandir saboq olishimiz va hayotimiz davomida uni qo'llab, ana shunday xatolarni amalga oshirmasligimiz mumkin. Umid qilamizki, bo'lib o'tgan urushlardan insoniyat to'g'ri xulosa chiqargan va tarixda bunaqa ishlar takrorlanishiga yo'l qo'ymaydi. Biz esa sizga kichik loyihamiz orqali ulkan ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Kelgusi ko'rsatuvlarda uchrashguncha ilm-fan shaytonlar.